Assalomu alaykum. Amaliy darslarimizni boshlaymiz. Hozir SQLda ishlatiladigan asosiy va sodda funksiyalar bilan bir sidra nazariy tanishib chiqamiz. Keyin uni mana shu o'tgan safargi dasturimizda amaliyotda sinab ko'ramiz. Birinchi ko'rib o'tadiganimiz bu select. Query data degani query'ni o'zi so'rov degani, data degani ma'lumotlar, ma'lumotlardan so'rov jo'natishni ko'rib chiqamiz. Birinchi narsamiz bu select. Select deb biz nimani xohlashimizni aytamiz. Masalan, selectga yulduzcha qo'ysak, barcha ma'lumotlarni olib degan ma'noni bildiradi yulduzchani o'zi. Agar yo'q, yulduzcha emas, faqat name va age ustunidagi ma'lumotlarni desak, selectda o'shani tortib beradi. From esa qayerdan ma'lumot olishimiz. Ya'ni mana bu yerda select deyapmiz. Barcha ma'lumotlarni products degan tabletsamizdan, ya'ni jadvalimizdan olib barcha ma'lumotlarni deyapmiz. Keyin ko'radiganimiz where. Hozir bularni men tezgina o'tib ketaman. Amaliyotda yaxshiroq esingizda qoladi. Bu nazariya shunchaki o'zingiz uchun buni PDF'ini ham tashlab beraman, ko'rib o'zingizga shparilka qilib olishingiz mumkin. Where esa biz uslubiy beramiz, ya'ni shart beramiz. Birinchi gapimizda qarang. Users degan jadvalimizda barcha ma'lumotlarni olib ber, qayerdaki yoshlar 18 dan yuqori bo'lsin. Endi bu ingliz tili strukturasiga to'g'ri tushadi, lekin qo'pol tarjima qilganimizda shunday. Ya'ni bizda nima deyapmiz? 18 yoshdan yuqori bo'lgan yoshlar bo'yicha barcha ma'lumotlarni olib ber degan zaпрос jo'natyapmiz. Keyinginimiz esa sortirovka qilish, ya'ni tartiblash. Userdagi barcha ma'lumotlarni olib ber, lekin age bo'yicha tartiblab ber. Age bo'yicha tartiblaydi. Endi bu yerda tartiblash bor alifbo tartibida yoki kichkinadan kattaga borish, birdan 100 ga bo'lsa A, S, K deb yozamiz. Teskarisi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni alifboni teskari tartibda deydigan bo'lsak, desk deb yozamiz. Buni amaliyotda yana ham ko'ramiz. Keyingi ko'radiganimiz group by birozgina qiyinroq, lekin o'rganamiz. Group by degani bir xil qiymatlarni guruhlash uchun ishlatamiz. Ya'ni aytaylik, biz mana department degan bo'limlarni birlashtiramizda, bir nechta guruhlarni, keyin unda ma'lumotlar so'raymiz. Oddiy mana ko'radigan bo'lsak, aytaylik bizda bir nechta bo'limlar qayta-qayta takrorlangan bo'lsa birlashtirib beradi. Buni ham amaliyotda yana ham yaxshiroq ko'rib olamiz. Having esa guruhlangan ma'lumotlarga filtr qo'yadi. Ya'ni group by dan keyin having ishlatiladi. Ya'ni group by deb mana bu chiqaryapti. Unga biz boya where degan uslovga qo'ydik. Bu yerda having bilan qo'yiladi. Endi oddiygina savol bo'lishi mumkin, where bilan havingni nima farqi bor? Where'da oddiygina bitta qator uchun filtr qo'ysak, havingda guruhlarni filtr qilamiz. Distinct degan tushunchamiz bor. Bu duplikatlarni o'chiradi. Ya'ni aytaylik, mana bizda boshida bor Toshkent, Samarqand edi. Unga select distinct city from users desam, faqat Toshkent bilan Samarqand, ya'ni qayta takrorlanuvchilarning ichidan bittasini olib, qolgan takrorlanuvchini eslab chiqaradi. Top deydiganimiz bor. Bu eng birinchi 5 ta ma'lumot olib ber desak, o'sha chiqadi. Bu yerda hech qanday qiymatga aloqasi yo'q, faqatgina jadvalimizni yuqori qismidan 5 ta, 10 ta xohlagan sonimizni olib ko'rsatib beradi. Query order execute'ni biroz kod yozganimizdan keyin tushuntirib beraman. Demak, biz dasturimizga o'tib, birozgina kod bilan ishlaymiz. Demak, dasturimizga connect qilamiz. Bizda hozir hech narsa yaratmaymiz. Biz bor ma'lumotlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Yaratishni keyingi darsda ko'ramiz. Buning uchun video ostida havolada ikkita faylni yuklab olish havolasini beraman. Balki bular arxiv formatda bo'lar. O'shani birinchisiga kiramiz. Ya'ni biz darsda o'rganadiganimiz mana bu uyga vazifa esa sizga uyga vazifa bo'ladi. Demak, birinchisiga kiramiz. Bizda tayyor kodlar yozib qo'yilgan. Ya'ni birinchi bo'lib database yaratamiz. Tablitsa yaratishimiz kerak. Tablitsaga ma'lumotlar kiritamiz va undan so'ng biz boyagi funksiyalarni bittalab o'rganib chiqamiz. Demak, buni belgilab ishga tushiraman va mana buni belgilab ishga tushiraman. Yuzini o'zini. Nega buni men belgilasam ishlayapti? Aslida shunchaki bossam ishlaydi, lekin shunchaki execute bossangiz hamma kodlaringiz ishga tushib ketadi. Lekin menga u kerak emas. Balak-parchalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun faqatgina keraklilarni belgilab execute qilishni o'rganganimiz ma'qul. Demak, tablitsa yaratildi. Unga ma'lumotlar kiritish. Buni ham keyingi darslarda ko'rsataman. Insert qanday tartibda ishlaydi, tablitsa yaratishda nimalarga e'tibor berish kerak. Hozir biz mana bu joydan o'rganib ketamiz. Mana bizning tablitsamiz.
ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlar bu yerda ID raqamlari bor, ismlari bor, davlati bor, skor bor. Bu ingliz tilida, ya'ni men o'zim o'rganayotgan mana bu akani video kursida berilgan. O'sha asosida, o'sha tartibda ularni ma'lumotlari bilan sizga o'rgatib ketyapman. Demak, biz birin-ketin ko'rib chiqamiz, nima funksiyalarimizni o'rganishimiz kerak. Bizda birinchi o'rinda select, from bor, where bor. O'shalarni hozir bir chekkadan ko'rib, amaliyotda ko'rib chiqamiz siz bilan. Ketdik. Demak, birinchi ko'radiganimiz mana bu yerda ham bor. Select, hammasi from customer desam menda chiqadi. Chunki men mana bu yerda o'sha tablicani yaratganman. Baza uni bilib qolgan. Keyin mana bu esingizda bo'lsin, mana bu darsda degan, ya'ni biz yaratgan bazada bo'lsin. Chunki biz tablicani bu bazada yaratib, boshqa bazada ishlayman desak, mana bu tablicani topib bera olmaydi. Demak, biz mana shu kodimiz o'zidan ikkita kalit so'zimizni o'rganyapmiz. Birinchisi select. Select deyapmiz, barcha ma'lumotlarni olib ber. Customers degan tablisadan belgilaymiz, execute qilamiz, hamma ma'lumotni olib berdi. Selectni o'rgandik. Select bilan boshqachasini ham ishlatib ko'rishimiz mumkin. Boya aytganimdek, ya'ni biz aytaylik first name virgul qo'yamiz, country from qilib customers qilsak ham bizga kerakli ma'lumotlarni olib beradi. Ya'ni biz faqat har doim yulduzcha qo'yishimiz shart degani emas. O'zi hozir biz boshlanishi yulduzcha qo'yamiz, keyingi professional darajada ishlashda biz aniq kataklarni ko'rsatib beramiz. Chunki hozir bizda jadvalimiz kichkina bo'lgani uchun mana buni ishga tushirsak juda ham ko'p yuklama bo'lmaydi. Demak, selectni ko'rdik. Kerakli qatorni nomini yozsak, o'sha nomni bizga topib beradi. Virgul bilan keltirib beriladi. Endi keling yana bitta kod yozamiz. Select deymiz. Barchasi bo'lsin. From customers deymizda. Boyagini ishlatamiz. Where. Demak, country teng bo'lsin United Kingdomga. O'zi aslida qarang, biz jadvalimiz qanday ko'rinishda edi? Bizda mana shuni 5 ta edi. Hozir men unga shart beryapman. Mana. Hamma ma'lumotlarni topib ber, lekin country, mana bu country nomi UK bo'lsin. Agar UC desak, United States desak, narigi jadvalimizdagi, ya'ni mana shu jadvalimizni filtr qo'yib berdi. Biz where bilan filtr qo'yib berdik. Endi keyingi funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Bizda top bor edi. Select deymiz. Top 3 barcha ma'lumotlarni from customers deymiz. Ishga tushiradigan bo'lsak, F1, F5 bilan ham ishga tushirsak bo'ladi kodimizni. Ishga tushirsak, jadvalimizdagi birinchi 3 tani olib berdi. Ya'ni bu yerda hech qandaydir qiymatiga, skorga qaramadi. Shunchaki yuqorida turgan 3 tani olib berdi. 1, 2, 3 ni hisobladida, mana shu 3 tani so'rayapti deb 3 tani olib berdi. Topni biz shu yerda ishlatdik. Endi biz distinctni ishlatib ko'ramiz. Distinct deymiz. City from customers. Bu boya ko'rib o'tgandek, esingizda bo'lsa, mana bu. Duplikatlarni o'chirib berish kerak edi. Hozir bizda shaharlar to'g'ri chiqishi kerak. Adashibman, country ekan, uzr, city debman. Country desak o'zi topib beradi. Mana endi kodimiz ishlaydi. Bizda duplikatlarni o'chirib tashladi. Aslida mana jadvalimizda keling mana kod bilan buni birgalikda ishga tushiraylik, farqini bilib olishimiz uchun. Mana shu ikkalasini birga ishga tushirsak ham bo'ladi. Yuqorida qarang, bizda Germaniya, USA, UK, Germaniya, USA bor edi. 5 ta deb berdi. Aslida 3 tani 2 marta takrorlab bergani uchun biz distinct ishlatdik. Bu distinct ham har doim ishlatilmaydi, chunki mana shu distinct amalga oshishi uchun ham query to'liq skaner qilib chiqish kerak. Bu esa professionalizm hisoblanmaydi. Uni keyinchalik yana ko'rib chiqamiz. Demak, biz select from where ni o'rgandik. Distinct topni o'rgandik. Bizda biroz qiyinroq qoldi. Group by bilan having qoldi. Buni ham birgalikda o'rganamiz. Demak, keling select deymiz. Select all from customers deymiz. Endi biz guruhlaymiz. Buning uchun kod yozish uchun e'tibor berish kerakki, mana buni yozaylik. Buni orasiga yoziladi.
Demak, biz bu yerga aytamiz. Xo'p, qayerdan? Country deymiz. Country. Bu yerda sum deymiz. Score. Buni o'chiramizda pastga group by country deymiz. Ishga tushiramiz. Keling, endi group by bo'yicha nima kod yozganimni mana buni birgalikda tushirib ko'rsatib beraman. Mana bu yerda men guruhlab chiqdim. Mana Germaniyani 2 marta eslagandi, USAni 2 marta eslagandi. Men hammasini guruhla, Germaniya bo'lgan joyda birlashtir, USA bo'lgan joyda birlashtir, qayerda bir xil nom bo'lsa birlashtir dedim. Uni qiymatlarini nima qilay desa, men sum bilan birlashtirib yubor dedim. Ya'ni yig'indi qilib. Excelda sum funksiyasi borda. Shunda Germaniya 350 ga 500 qo'shdi, 850 qilib berdi. UK bitta bo'lgani uchun o'zi qoldi. USA 900 bilan 0 bo'lgani uchun 900 qoldi. Bu mana shu qolipni biz hali yaxshi o'ylab o'rganib olishimiz kerak. O'rtacha qiymat uchun mana buni ishlatamiz. Mana o'rtacha qiymat, men bu yerga yozib ketaman. Bu yerda mamlakatlardagi o'rtacha qiymatini aniqlash, ya'ni mamlakatlar score, mana bu score deganimiz bor edi-ku. Ya'ni qanday natijasini, o'rtacha qiymatini aniqlash. Yuqorisidagi esa yig'indisini aniqlash. Mamlakatlar skorsini, yig'indisini aniqlash dedik. Xuddi shunday yana bir nechta funksiyamiz bor. Hammasini sizga yozib beraman. Buni shablon sifatida ishlatishingiz mumkin. Keyingisi max. Mamlakatlardagi maksimal skorni aniqlash. Ishga tushiramiz. Maksimal qiymatlarni topib berdi. Xuddi shuni minimumi ham bor. Ya'ni biz o'sha agregatlar bilan ham ishlayapmiz. Buni keyinchalik yana ham batafsil tushunamiz. Minimal. Eng kichik qiymatlarni aniqladi. Demak, oxirgi ko'radiganimiz count degani bor. Count. Mamlakatlar, buni nimaligini, necha marta ishtirok etgan mamlakatlar, necha marotaba takrorlanganini aniqlash. Biroz oldinga o'tib ketdim, lekin o'ylaymanki qiyin narsa tushuntirmadim. Keling bir chekkadan tushuntirib, bular nima bizga kerakligini ko'rib chiqamiz. Boya aytib o'tdim, bizning nazariyamizda bor edi, group by birozgina qiyin funksiya. Ya'ni bu yerda guruhlab chiqadi, bir xil qiymatlarni guruhlaydi. Shu sababli biroz qiyin tuyulishi mumkin, lekin buni o'rganishimiz kerak. Demak, kodni tahlil qilamiz. Biz birinchi navbatda nima qildik? Mana bunday birinchi bo'lib yozib oldik. Select yulduzcha from customers. Bo'ldi, hech qanday qiyin joy yo'q. Fromni pastga tushiramiz. Tepaga nima bo'yicha biz guruh qilmoqchimiz? Mamlakat bo'yichami yoki keling mana bitta yoyib olamiz tablitsamizni hisoblash uchun. Bu yerda guruh takrorlangani uchun biz mana bu country takrorlangani uchun mamlakatlar bo'yicha guruhlayman dedik. Country yozuvini yozdim. Countryni yozdim. Buni o'chiraman. Endi guruhlaganimdan so'ng mana bu qiymatini yoki nimadir agregat qo'shimcha qilishim kerak. Guruhlaganingizdan keyin aytaylik Germaniyaga oid bo'lgan qandaydir ma'lumotni hisoblashingiz kerak. Hech bo'lmaganda Germaniya necha marta ishtirok etganini mana bunaqa funksiya bilan. Shuning uchun agregat deganimiz bor. Agregat mana bu sum, average o'rtachasi, maksimal, minimal yoki soni. Biz bundan sumni tanladik. Demak, summasini bergan. Qaysi joyini? Score'ni. Chunki bizda score faqat son bilan ishtirok etyapti.
Bo'ldi, bizda funksiyamiz tayyor. Endi bunga guruhlashni yana bir ko'rsatib beramiz. Group by country. Bu yerda e'tibor bering, mana bu country bilan mana bu country bir xil. Mana shundan funksiyani to'g'ri yozganingizni bilishingiz mumkin. Buni shunchaki belgilayman, execute qilaman, mana chiqdi. Endi bitta joyi bor. Biz amalga oshirganimizdan so'ng mana bu yerda qiymatlarni tepasidagi ustun nomi no column name bo'lib qoldi. Buni biz o'zimizga tushunarli bo'lishi uchun masalan bu yerda scoresni yig'inlashni aniqlash deb yozdik. Aslida dasturchilar professional tarzda s deb yozardi. Sum country deb yozib qo'yadi. Shunda ustunimizning nomi biz mana yozib berganimizdek sum country. Bundan bilasizki, ha men demak mana bu sum bunaqa bo'lardi. Bundan bilasizki, ha men mamlakatlar yig'indisini bu yerda topuvdim degan narsa bo'ladi. Mana shu orqali kodimizni ishlatamiz. Bu yerda siz hozir mana ko'rayotgan nom shunchaki mana shunga manipulyatsiya qilganimiz uchun, kodga solib hisoblaganimiz uchun, lekin bizni asosiy tabletsamizda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Biz hali tabletsaga o'zgartirish mavzusini keyinroq o'tamiz. Shunchaki biz hozir group by bilan tanishdik. Endi group bydan keyin having degan funksiyani ko'rib chiqamiz. Shunchaki mana shu group byni bironta tayyor kodini olib, pastroqda having ko'rishimiz mumkin. Having nima edi? Having guruhlangan ma'lumotlarga qandaydir shart berish. Aytaylik, bizga nima shart bersak bo'ladi? Aytishimiz mumkinki, qaysi birini skorisi, ya'ni mana bu yig'indisi 700 dan yuqori bo'lsin yoki 800 dan yuqori bo'lsin deylik. Having deymizda, mana bu qismini shunchaki kopiya qilib olamiz. Chunki hozir bizda qiymat shu bo'yicha ketyapti. Aytamiz 800 va ishga tushiramiz. Demak, mana bunday bo'ldi. Keling, buni ham birgalikda ishga tushirib ko'ramiz. Demak, mana buni o'zini biz ishga tushirsak, 3 ta natija chiqdi. 850, 750, 900 bo'lsa, having bilan yana bitta uslov berdik. Bizda ikkitagina qoldi. Ya'ni 800 dan yuqori ikkitasi. Germaniya bilan Amerika qoldi. Shu orqali biz havingni ham o'rganib oldik. To'g'ri, biroz murakkab bo'lishi mumkin, tushunmagan bo'lishingiz mumkin, lekin mana shu yozilgan kodni men albatta tashlab beraman. Mana shuni ko'rib chiqing, takrorlab ko'ring. Bizning tabletsamiz qiyin emas. O'rganib olasiz. Qandaydir murakkab joyi yo'q. Tushunmagan joyingizni uy ishimiz bor. Uy ishimizda ham juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan. Mana shu kodlarni qayta-qayta yozib, albatta o'rganib olasiz. Agar qandaydir savolingiz bo'lsa, video ostida izohlarda yozib qoldiring. Tushunmagan joylaringizni ayting, qayerda to'xtab qolganingizni ayting. Balki birgalikda Telegramdagi kanalimizda mana shu funksiyalarni yana ham mustahkamlarmiz. Aytaylik, sizlar group by bo'yicha, having bo'yicha qanday savol tug'ildi, eplolmadingiz yoki o'xshamadimi? Biror kunni belgilaymizda, ochiq dars qilamiz, birgalikda siz bilan kodingni o'rganamiz. Birgalikda mana shularni yana qaytadan ko'rib chiqamiz. Endi biz video darsimiz oxirgi qismini ko'rib chiqamiz. Bu uncha muhim emas, shunchaki tanishtirib o'tishim kerak. Bizda kodlarning yozilish tartibi. E'tibor bering, select from where group by having order by bo'lishi kerak. Order byni biz ko'rib chiqdikmi? Order byni ko'rmadik. Order byni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Keling, order byni ham tushuntirib o'taman. U juda ham murakkab, qiyin emas. Esimdan chiqib qolibdi. Demak, order byni yuqoriroqda ko'rsatishim kerak aslida. Top, distinct. Keling, mana shu yerda ko'rsatay qolay. Order by country ASK. Nima qildik? Order by sortirovka qilish. Excelda bor-ku, A dan S ga yoki A dan Y ga, Y dan A ga deganda. Bu qiyin emas. Men shunchaki chaqirdim. Mana biz tartibimiz bo'yicha o'zi Germaniya, USA, UK, Germaniya, USA edi. Men aytyapman, order by country bo'yicha alifbo tartibida, ya'ni A dan boshlab pastga ketadigan tartibida sortirovka qilib ber dedim. Va bizda mana Germaniyalar yuqoriga, ular pastga tushdi. Agar buni teskari bo'lsin desam, disk qilaman. Shunday qilsam, teskari tartibda bo'ladi. Order byni bor yo'g'i shu. Bu qiyin funksiya emas. Buni ham uyga topshiriqda yana ham mustahkam o'rganib olasiz. Demak,
Biz ko'rib chiqayotgandik, bizda SQL query yozishimizda, ya'ni kod yozishimiz tartibi mana bunday bo'lishi kerak. Hozir ham umumiy olib qaraganda deyarli bu qoidani buzmadik. Bu yerda qandaydir buzganimiz yo'q. Keyinchalik uni o'rganamiz. Hozir birdaniga ideal kod yozishimiz qiyin. Keyin SQL bularni tanish ketma-ketligi bor. Buni hali bu mavzuni alohida o'tamiz keyinroq. Ya'ni qaysi kodni birinchi o'qiydi, qaysi kodni oxiri o'qiydi. Hozircha bizga kerak emas. Shunchaki tanishib, ko'rib qo'yganingizni zarari yo'q. Demak, bu mavzu bo'yicha sizga aytmoqchi bo'lganim shular. Menimcha juda ham murakkab qilib tashlamadim. Sodda tilda tushuntirishga harakat qildim. Lekin bu dars bo'yicha sizni fikrlaringiz menga juda ham muhim. Qay tartibda to'g'ri tushuntiryapman yoki yo'q. Shuning uchun video ostida izohlarda yozib qoldiring. Darsda kamchiliklar bo'lsa, kamchiliklarni yozing. Yaxshi jihatlari bo'lsa, ayting. Yana ham o'sha joylarga urg'u beraylik. Albatta sizlarni fikringiz juda ham muhim. Xudo xolasa birgalikda SQL ni o'rganib, kerak bo'lsa boshqa kasb topadigan darajaga chiqishni niyat qilganmiz. Bu borada qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Demak, uyga vazifani ham tanishtirib o'tib ketay. Uyga vazifa ham xuddi shunaqa fayl bo'ladi. Shunchaki kirasiz, mana buni start berasiz, ya'ni baza yaratadi, ishga tushadi. Mana buni ishga tushirasiz taglari bilan. Insertni ham to'liq ishga tushirasiz va vazifalarni bajarib boshlaysiz. Mana bu yerdan kod yozib ketaverasiz. Hammasini yozib chiqasiz, ishlab chiqasiz. Albatta, sun'iy intellektsiz mustaqil ishlang. Tushunmagan joyingizni internetda izlashingiz mumkin, lekin video darsimizni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, men yaxshi tushuntirib bergan bo'lsam, muammosiz tushunishingiz kerak. Mana bu yerda boya aytib o'tganimdek max, min, sum, avg, group by countlar ishlatilingan. Siz ham mana biz yozgan kodlar bilan ko'rib chiqing, qanday ishlatgan, bu nima natija beradi. Biroz mantiqni ishlatsangiz, hammasini topa olasiz. Bu yerda qiyinroq topshiriqlar ham bor, aralash topshiriqlar ham bor. Eng qiyin vazifamiz ham bor, buni ham lekin bittada amallashingiz mumkin. Va oxirida vazifani tekshirishni eng hozir zamonaviy yo'li bironta ChatGPTmi, sun'iy intellektga mana shu faylingizni biz mana tashlayapmiz-ku SQL formatidagi. Mana shuni shunchaki saqlab sun'iy intellektga bering, tekshirib ber, nimada xato qildim, qaysi jihatlarimni yaxshilay yoki nimadir tavsiyalar ber desangiz, u sizga to'liq tushuncha beradi. Mana shu yo'li eng zo'r yo'li. Agar bu ishni bajarishda ham qandaydir savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joyingiz bo'lsa, bemalol video ostida izohlarda yozib qoldiring yoki guruhimizda yoki Telegramdagi kanalimizda biror kun chat qilib, jonli dars qilib, mana shu uyga topshiriqni ham birga ishlashimiz mumkin. Agar qiynalsangiz yoki birgalikda qilaman degan niyatingiz bo'lsa. Albatta, bu uchun fikrlaringizni yozib qoldiring. Hozircha menda shular. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarni o'tkazib olmaslik uchun biz Telegramdagi YouTube kanallarimizga a'zo bo'ling. Sog'-omonlikda ko'rishguncha.